Hammaga assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar. Hozir biz Asaka tumani Chek mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan, qurilayotgan yangi masjidimizga kirib bir qator obzor qilamiz. Bu yoqqa esa Asaka tarafdan kelish. Bu yoqqa Farg'onadan kelish. Ya'ni mana Asaka City'da ro'parasida Chek mahallada joylashgan masjidni bir qator ko'ramiz. Bu taraf esa mana tahorat xonalari, naveslari. Masjid oldidan ko'rinish. Xullas akalar aytib o'tganimizdek, shu yo'laylarni polniy istashga qilish kerak ekan. Mana 400-500 kvadrat joy. Kimda kim yordam tariqasida qo'lini cho'zadigan bo'lsa, xudo xolasa Allohning uyi juda ham katta savobga qoladi. 8 ta, 9 ta mahalla bor. Shu mahallani masjidi. Kim yordam qiladigan bo'lsa, karta nomerlar, telefon nomerlar qoldiramiz. Tosh-tog'lar bilan bog'lanishingiz mumkin. Hozir bir qator ishlarni ham ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Mashaalloh, mashaalloh. Masjid chiroyliligini qaranglar. Juda chiroyli joylar. Atrofni qaranglar. Aytgancha buni podvali ham bor. Bu qismi bor. Mana ikkinchi etaji bor. Atrofiga to'la odam sig'adi. Xudo xohlasa, Hoji boboning aytishi bo'yicha 1,5 mingta, 2 mingta odamni sig'diradi. Xudo xohlasa. Ozmuncha ishlari qolgan. Agar yordam qiladigan qurilish do'konlari bor insonlar, usta akalar, sizlarga murojaat, buyruq emas, iltimos, qo'lingizdan kelsa yordam qilsanglar, maqsadga muvofiq bo'ladi. Mayda shunda qilinadigan ishlar bor ekan. Maylarga mana plitga yopishtirib, arka qilish kerak. O'rtalar maylarda yo'laylar to'siladi ekan. Devor bilan tahoratxonaning atroflarida ham ozmuncha qilinadigan ishlar bor. Naveslarda ham qilinadigan ishlar bor. Xullas shunaqa. Kimda kim yordam qiladigan bo'lsa, qilsa masjidga qiladi. Yo menga, yo bu yerda ish faoliyatini yuritayotgan hoji tog'alarga emas.